Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekona milliyligimizga befarq bo'lmagan do'stlar. Bugungi videomiz o'zbek erkaklarining milliy liboslari qanday bo'lgan edi degan savolga bir javob qidirib ko'ramiz. Chunki oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda mutaxassis, nomutaxassis insonlar, haligi divanniy analitiklar deyishadi, o'zbekchasiga ko'rpacha mutaxassislari desak ham bo'ladi. Mana shu o'zidan mutaxassis yasab olgan ayrim nosohaviy blogerlarimiz o'zbek erkaklari hech qachon atlas, adras nusxali liboslar kiyishmagan, undan ham o'tib tushadigan shoyi matolarni umuman eniga ilishmagan. Bu juda ham sharmandali holat. Ya'ni o'sha maktablarda o'g'il bolachalarga atlas nusxali nimchalar kiydirilayotgani, kiyishayotgani, ularga hech kim kiydirilmayapti. Ular o'z xohishi bilan ota-onalarini o'sha tashabbusi bilan qilinyapti. Mana trendga chiqqan narsa Chorsu bozoridagi arava xizmatini ko'rsatuvchi yigitlarimizga o'sha qora abr nusxali nimchalarni kiydirilgani va bunga atrofdagi o'sha ko'rpacha mutaxassislarni osmondan olib yozgan hayplari, o'sha shov-shuvlari, o'zlarini fikrlariga qarshi men o'zimni o'sha mutaxassis sifatida mana shu matolarni ushlab ko'rib, mana sizlarga hozir ko'rsatib bera oladigan inson sifatida mana shu videoni yozdim. Bu ipak matolari haqida, ipakni o'zi nima, ipakdan nimalar ishlab chiqariladi va erkaklar, o'zbek erkaklari, musulmon erkaklar ipak matolari kiyganmi, kiymaganmi, adras matolari, o'sha abr degani nima, hammasini bitta videoda sig'dira olmayman va agar qiziqsanglar, hozir bu videolarni YouTube kanalimizga qo'yishni boshlayman. O'sha yerda tomosha qilib, ko'rib, o'z fikrlaringizni bildirishinglar yoki savollar bo'lsa, savollarni berishinglar mumkin va bu savollarga nafaqat men, balki o'sha liboslar bo'yicha mutaxassislarni, tarixchilarni taklif etib, o'z javoblarimizni aytamiz. Kelinglar mavzuga qaytsak. Xo'sh, tarixda o'zbek erkaklari qanday kiyinishgan? Ular shoyi matolarni kiyishganmi va ular atlas nusxali matolarni kiyishganmi? Agar meni kuzatuvchilarim, Facebook orqali kuzatuvchilarim ko'rishayotgan bo'lsa, men juda ham ko'p izohlarda o'sha bloger deymizmi, o'sha Facebook foydalanuvchilarining postlaridagi izohlarda yozib ketdim. Bizni erkaklarimiz abr nusxali matolarni kiyishgan. Shoyi, ayniqsa o'sha ipak aralashtirilgan yoki toza sof ipakdan bo'lgan matolardan tikilgan choponlarni kiyishgan va buni isbotlarini fotolar bilan nafaqat oddiy erkaklar yoki nafaqat mansabdor erkaklar, balki o'tgan asrning o'sha 50-chi, 60-chi, hattoki 80-chi yillaridagi mashhur, hammamiz taniydigan o'sha diniy arboblar, shayxlarimiz va muftiylarimiz ham mana shu aynan o'zbekona milliy choponlarimizda, bayramlarda, hayit bayramlarida yoki tantanali bir marosimlarda o'zimizni o'zbekona milliy liboslarda chiqishgan. Arabcha yoki bir yevropacha kostyum-shimlarda emas, arabcha bir har xil kiyimlarda, liboslarda emas, aynan o'zbekona choponlarimizda ota-bobolaridan qolgan, o'sha ota-bobolaridan ularga meros sifatida o'tib kelayotgan qadimiy choponlarda chiqishgan va ularga men o'zimni tashakkurlarimni aytaman. O'sha bu ham o'ziga xos bir o'z millatini shu birinchi o'ringa qo'yish, o'z millati bilan faxrlanish, o'z milliy boyliklari, qadriyatlarini shu dunyoga tanitish bo'yicha o'zlarini o'sha hissalarini qo'shganlari uchun yana bir marta shu o'tib ketgan diniy arboblarimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman va o'zbek erkaklarimiz, hozirgi zamonaviy erkaklarimiz ham mana shunday o'rnak olishlarini, albatta men choponlar kiyib yurishsin yoki endi hozir o'sha sandiqlardan olishsin yoki qidirib topishsin demayman, demoqchi emasman. Zamonaviy ko'rinishda, lekin o'sha milliyligimiz aks etgan, milliyligimiz bilan uyg'unlashgan zamonaviy qulay kiyimlar kiyishsa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi.
o'zimizni milliyligimizni qadrlashni, o'zimizni milliyligimiz bilan faxrlanishni dunyoga ko'rsatsak, dunyo o'sha doirasida ham biz o'zimizga nisbatan hurmat, e'tibor qarata olgan bo'lamiz. Meni qo'limda mana bu kitob bor. Mana Ikats for Turkistan, from Turkistan degan, ya'ni Turkiston ikatlari degan mana shu mashhur kitob bor. Mashhur kolleksioner Toyir Toyirov degan bir inson bo'lganlar. Ular umrlari davomida juda ham katta ikat cho'ponlar, ya'ni ikat degani bu bizni o'zbekchada abr deb tarjima qilganmiz. O'sha hozir bu videodan keyin men yana qayta videolar tayyorlashga ahd qildim, chunki ikat nima, o'sha abr nima, matolarimizni har birini nomlari bor, o'zini nomlari, shu nomlari bilan atalishi kerak. Shular haqida ketma-ket seriyali ko'rsatuvlar qilaman. Agar qiziqsanglar, shu YouTube'da ko'ringlar. O'zbegim YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Va mana shunday agar kim ko'rmoqchi bo'lsa, kim shu narsalarga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa, marhamat, meni o'sha Abdulla Qodiriy uy muzeyidagi galereyamga ham kelishingiz mumkin. Bu yerda ham men o'zim yig'gan bir nechta o'sha tarixiy o'zbek erkaklarini liboslari bor. Ularni ham ko'rib, matolarini ushlab, haqiqatdan men yolg'on aytmayotganimni, ya'ni bizni ota-bobolarimizda ham o'sha qimmatbaho ipak cho'ponlar bo'lganini, sof ipakdan va paxta bilan yoki jun bilan aralash to'qilgan ipak matolardan tikilgan cho'ponlar, kiyimlar bo'lganini o'zingiz ham guvoh bo'lib ishonib ketishingiz mumkin. Toyirovning kolleksiyasida 100 dan ortiq cho'ponlar bo'lgan. Agar undan ham ko'p bo'lmasa, va ular o'sha cho'ponlarni matolarini kelib chiqishi, O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston territoriyasida va ilgari o'sha Turkiston deb nomlangan hududda bu yerga o'sha o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, tojiklar va o'sha Rossiyaga tegishli hozirgi o'sha boshqa tatar va boshqa millatlar ham, hattoki Kuban kazaklarini ham ayollarida eski qadimgi rasmlarida mana shu bizni ipak abr matolaridan tikilgan liboslar, o'zlarini milliy liboslari, lekin o'sha matosi bizni Marg'ilon ipaklaridan tikilgan liboslar muzeylarida turibdi. Rossiyadagi o'sha katta o'sha markaziy shaharlarini ham o'sha boyvachchalari, zodagonlarini ham o'sha ayollari albatta o'zini o'sha garderobida ikat matolarini, o'sha abr matolarimizni nima deydi, privoznoy deydimi, o'sha ularni o'zini nimasi bo'lgan, privoznoy sholk degan nimalari bo'lgan, nomlanishlari mana shunaqa matolarni faxrlanib, juda ham qimmatbaho hisoblab saqlab kelishgan. Va hozirgacha muzeylarda saqlanib keladi, fotolarida bu narsalar ko'rinib qoladi. Toyirovni kolleksiyasiga kelsak, bu yerda juda ham ko'p cho'ponlarimiz bor, erkaklar, ayollarni mana shunaqa, mana bu ayollar cho'ponlarini mana shunaqa nusxalari bilan birgalikda. Erkaklar cho'ponlarining xuddi shunaqa, lekin mana bular erkaklar cho'ponlar, mana erkaklar cho'ponlarini ham saqlab kelingan. Endi mana bu cho'ponga qarasak, buni hech qachon hozirgi erkaklarimiz kiyishmaydi va buni erkaklar cho'poni deb ham hisoblashmaydi. Lekin tarixda ota-bobolarimiz xuddi mana shu yorqin rangli cho'ponlarni kiyishgan va buni ham o'ziga xos sabablari bo'lgan. Bu haqda ham gapirib o'taman. Nima uchun bizni erkaklar, mana bu ham erkaklarniki, oq-qora, mana bir xil rangli, ikki xil rangli deylik, oq-qora va bunaqa sharqona, har xil rangli, bir necha ranglardan iborat bo'lgan, to'qilgan shoylardan tikishgan matolardan. Polishokova tkань deb yozilgan, mana bir xillari 100% ipak deb yozilgan, sholk deb yozilgan. Mana shunaqa matolardan kiyishgan. Endi nima uchun mana shunaqa erkaklar yorqin liboslarni kiyishgan degan savolga men o'zimni javobimni bersam, bu meni javobim emas, bu ham o'sha tarixiy kitoblarda yoki tarixiy manbalardan keltirilgan. Bilamizki, tabiatda nima deydi, erkak va moda deydimi, nar va moda hayvonlar, parrandalar ikki xil ko'rinishda bo'ladi.
ya'ni xo'rozlar bor, xo'roz qushlarda deylik, endi tovusni xo'rozini aytsak, u modasiga qaraganda boshqacha, juda ham rang-barang, juda ham chiroyli, o'ziga o'sha qaratuvchi, jalb qiluvchi deymiz-ku, mana shunaqa ranglarga ega. Alloh shunaqa yaratgan. Yoki bedana yoki yana bir boshqa haligi kakliklarni ko'raylik, fazan deymiz, mana shunaqa qushlarni. Tabiatda faqat bizani O'zbekistonda, butun dunyodagi o'sha masalan kinolarda, nimalar, hujjatli filmlarda ko'rganmiz. Erkak qushlar, o'sha nar qushlar juda ham bir yorqin ranglarga ega bo'ladi. Alloh shunaqa yaratgan, chunki ular nasl qoldirish uchun, o'zini o'sha o'ziga qarashli nima deydi, modalarni, tovuqlarni yig'ish uchun yorqin bo'lishlari kerak. O'zlariga jalb eta oladigan bo'lishlari kerak. Boshqa o'zini o'sha turidagi nimalarni, modalarni o'ziga jamlay ola bilgan bo'lishi kerak. Alloh shunaqa yaratgan ularni. Yoki jonivorlar, hayvonlarni olsak ham, sher, kiyiklarni yoki har qanday jonivorlarni erkaklari nima deydi, erkaklari urg'ochilariga qaraganda ko'rimliroq bo'lishgan. O'zi insonni ham shunaqa yaratilgan. Biz agar ayollar bo'yanmasa, erkaklarni bo'yanmagan holati bilan ayollarni bo'yanmagan holatini, o'sha ko'z qoshlarini bo'yamagan holatini qo'ysak, albatta erkaklar chiroyli hisoblanadi. Insonlarda ham. Bu o'sha Allohning shunaqa yaratgan bir nima deydi, tabiiy tanlanish nimasida bu ham. Nasl qoldirish uchun, o'ziga o'sha ko'proq e'tibor, ayollarning e'tiborini qaratish uchun bizni o'sha sharq erkaklarimizda ham yorqin ranglarni kiyib yurishgan. Bu yosh ko'rinish uchun erkaklarimiz yoki o'sha o'zlaridagi yuzlaridagi nuqsonlarni, kamchiliklarni mana shu liboslariga o'tkazish, kamchiliklariga qaramasdan unga birinchi ko'z tushganda mana shu liboslariga tushsin, shu libos bilan o'zini yuz tuzilishidagi kamchiliklarini kompensatsiya qilib ketish uchun yorqin kiyinishgan va bunaqa ipak matolarni kiyishga ham hammani ham qurbi yetmagan, aynan zodagon, katta mansabda ishlaydigan, xon saroyida, o'sha amirlar saroyida ishlaydigan insonlar aynan o'sha rang-barang yorqin matolardan, shoyilardan kiyishgan. O'zi shoyi matosini nomi biz shoyi deb o'rganib ketganmiz, aslida shohi deb nomlanadi. Bu ham o'sha shohlar uchun to'qilgan. Shohni nima o'sha abr matolarni kelib chiqishi haqida ham bir nechta afsonalar bor. Bularga ham keyingi ko'rsatuv nimamizda men to'xtalib o'tib ketaman. Kelib chiqish sabablari, qachon paydo bo'lgan, to'g'ri, bu 1000 yillik tarixga ega emas. Abr matolari bizning O'zbekiston, o'sha Turkistonda 17-asrning yarmi, 18-asrning boshlaridan urf bo'la boshlagan. Bu ham tarixiy fakt. Ungacha shoyi matolar ishlab chiqilgan, lekin ular bir xil rangli, ya'ni o'sha odmi ranglarda bo'lgan. Rang-barang o'sha abr mamnuqa biz hozir aytadigan atlas, adras ko'rinishida 2 asrlar oldin paydo bo'la boshlagan. Buni ham sabablari bor. Bu haqda ham navbat bilan gapirib o'tib ketamiz. Boyagi gapga kelsak, o'sha erkaklarimiz yorqin ko'rinish uchun, o'zlariga e'tibor qaratish uchun va nima deydi, yuzlaridagi nuqsonlarini kamroq ko'rinishi uchun mana shunaqa yorqin ranglar kiyishgan va ayollarning e'tibori ularning kiyimiga tushishini istashgan. Birinchi maqsad shu bo'lgan. Yorqin liboslarni erkaklar kiyib yurishiga. Va o'sha shohi va boshqa matolarni aytib o'tamiz. Hozir bizda kelib chiqishi, nomlanishi haqida hammani ketma-ket keyingi ko'rsatuvlarimda aytib boraman. Nimaga shunaqa nomlangan? Biz beqasam deymiz, beqasam emas, aslida u ham beqasab, b harfi bilan tugatiladi va bir beqasam desa artistlarning kiyimi yoki bir narsa degan har xil qayoqdandir to'qib chiqarilgan bir asossiz gaplarni gapirib tashlashdi. Beqasam emas, beqasab va uni har xil qalang-qasang aktyorlar yoki o'sha tomosha ko'rsatuvchilar kiymagan, uni ham o'ziga xos bir o'sha davlat mansabdorlari kiygan. Birinchi darajali, ikkinchi darajali va oddiy darajaga qarab ketgan xalqni o'sha o'zini qatlamlari bo'lgan va ularni o'sha libosiga qarab turib, libosini to'qimasiga qarab turib, libosini rangiga qarab turib, libosini o'sha nima deydi, shoyisi ko'p kamligiga qarab, nomiga qarabda, endi bu har bir matoni shoylarni kam ko'pligiga qarab nomlar bor. Ular haqida ham gapirib o'tamiz. O'sha nomiga qarab turib, insonni jamiyatdagi mavqeini, o'sha oldida turgan odamning mavqeini bilib, o'shanga qarab muomala qilingan. Ya'ni o'sha ayol, nafaqat ayollarimiz, men ko'p aytib o'taman, ayollarimiz gapirmasdan o'sha paranjisida turganda ham paranjisini o'zidagi naqshlari, uni o'sha tumorchalari, undagi o'sha osilib turgan shopildalarini soni, qimmatbaholigi, tilladan, kumushdan yoki oddiy iplardan to'qilgan nimalariga qarab turib,
baho berilgan bo'lsa, shu paranjani ichidagi ayolga sifat berilgan bo'lsa, erkaklarda ham kiyimlariga qarab xuddi shunaqa nima deydi, baho berilgan va muomala qilingan. Haligi ruslarda aytiladigan встречает по одежке degan gap aslida bizni mana shu sharqona maqol, kiyimingga qarab kutib olinadi yoki o'sha ye to'nim degan maqollar bo'lgan. To'niga qarab to'rga o'tkazib qo'yishadi. Bir kambag'alga boy o'zini to'nini bersa, o'sha to'nni kiyib kambag'al odam kiyib bir tadbirga borsa, uni o'sha to'niga qarab to'rga o'tkazib qo'yishgan va u afandi, endi afandi deymiz, to'nini o'sha yengini uchidan chiqarib olib, ye to'nim deb o'sha to'nini to'rga o'tkazilganiga shunaqa bir askiya qilganlarini ham bilamiz. Unaqa rivoyatlar ham bor. Xullas, hozir men o'zimni kolleksiyamdagi bir nechta ayollar va erkaklar cho'ponlarini ko'rsatmoqchiman va qaysi sifatlariga qarab buni erkak yoki ayollar uchunligini ham bilib olamiz. Chunki erkaklarga ham ayollarga ham ba'zida bir xil mato sotilib berilgan, ya'ni matoni erkak va ayol uchun degan joy bo'lmagan. Lekin tikilishida o'sha cho'ponlarning bichig'iga qarab xuddi o'sha bir xil matoda erkaklar ham va xuddi o'sha bir xil matoda ayollar ham kiyishganligini bilamiz. Mana bu cho'ponlar ham erkaklar cho'poni. Ranglariga e'tibor beringlar. Erkaklar cho'poni juda ham yorqin ranglarda, lekin ularni o'sha bichig'iga qarabgina ayol yoki erkaklarnikiligini bilishga. Bu ayollar cho'poni. Deyarli farqi yo'q, mutaxassis bo'lmagan odam uchun deyarli farqi yo'q. Lekin mana bu yerda qaranglar. Mana bu erkaklarniki, mana bunisi ayollar cho'poni va bu yerda farqi shundoq, agar bir qarab tursanglar ham, yengini, mana yengini kengligi mana ayollarniki sal torroq qo'ltiq o'ymalarida va mana bu yerini ham mana yengini nimalarida kengroq bo'ladi erkaklarniki va yenglari uzunroq. Bu yerda hozir bilinmaydi. Tayyor mana hozirgi cho'ponlarni ko'rsa, erkaklarni yenglari uzun. Yengiga qarab ham ayol yoki erkak kishi kiyganini bilishimiz mumkin. Mana bu hozir men sizlarga ko'rsatadigan cho'pon. Kuzatuvchilarim ko'rishdi bu cho'ponni. Men mana shu yaqinda o'tgan oyda Amerikaga bordim va o'sha yerdan olib keldim. Bu cho'pon Amerikadagi bir kolleksioner er-xotinlarni magazinidan oldim, sotib oldim. Erkaklar va ayollar cho'ponini qanday ajratish mumkin? Matosiga qarasak, mana bu 100% ipak. Mutaxassislar bilishadi, buni farqiga borishadi. Mana bu 100% ipak, shoyi, ya'ni o'sha shohi mato. Ranglarini ko'ringlar. Adashmasam, men o'sha ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan fotolardagi Zeudning qorini englaridagi cho'pon mana shu ranglar, mana shunaqa nusxa edi, adashmasam. Mana bu ichidagisi satin. Ko'ringlar. Bu satin Nikolay satin deyilgan yoki mana bu o'sha zinger mashinada tikilgan, keyinroq tikilgan, o'sha revolyutsiya 19-asr boshlari bo'lsa kerak bu. Chunki zinger mashinalarida tikilgan va bu mana bu jiyaklari ham manufakturniy deyiladi, o'sha to'qima mashinalarda qilingan. Bu kechroq tikilgan, ya'ni o'sha revolyutsiya paytlaridan keyin ham erkaklarimiz mana shunaqa cho'ponlar kiyishgan. Endi nimaga shoyi matolar islom dinida taqiqlangan, harom qilingan, lekin kiyishgan degan savol kelib chiqadi. Islom dinida agar hadislarda ham mutaxassislar mana aytsin, dinimizni mutaxassislari, o'sha nimalarimiz aytsin, islom dinida ipak matosi butunlay harom qilinmagan. Ipak matosi erkaklarning badaniga, tanasiga tegib turishi harom deyilgan, chunki haqiqatdan ham ipak bilan ko'p ishlangan erkaklarimizni kuzatishimiz mumkin yoki shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak, erkaklarning tabiatidagi o'sha erkaklik nima deydi, xislatlarini kamaytiradi ipak matosi. Ya'ni ularni o'sha mayinroq qilib qo'yadi erkaklarni o'sha gaplashishi ayollarnikiga o'xshab ketib qoladi deyishadi. Aslida endi bilmadim, tanasiga tegib turishi harom deyilgan o'sha erkaklarni balkim shu sifatlari uchun hamdir. Lekin mana bunaqa ichiga, astariga paxtalik mato qo'yib, satin, chit, bo'zlar bo'lgan, mana yenglarida bo'z qo'yilgan. Adashmasam, bu ichida ham hamma yog'i satin ekan. Satin matolarini qo'yib tikishgan va bu badaniga tegib turmagani uchun bunaqa kiyish mumkin bo'lgan. Ustki mana shuna hashamdor shoyi matolardan kiyilgan.
ne podsholar ham o'sha shoyi matolarini olib kiyishgan. Hattoki turk yozmalarida bilamiz, jangga kirishdan oldin erkaklar hattoki ichidan ham o'sha qalinroq to'qima qilingan ipak, toza sof 100% ipak matolarni kiyishgan erkak jangarilar, shahzodalar, juda ham boy odamlarda bo'lgan bu narsa. Chunki o'sha ipak matosi shunaqangi bir xususiyati borki, o'q o'tkazmas ekan. Mabodo o'tkazsa ham o'sha juda yaqin masofadan o'q yoki o'sha qilich, nayzalarni o'tkazgan taqdirida ham unda ipakda bakteriyalarni o'ldirish xususiyati bo'lgan, ya'ni o'sha bu ham isbotlangan, juda ham qadimdan bu narsa nima qilingan fakt bu. Bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Cho'ponlarni o'sha ipak matosini hattoki badaniga ham jangdan oldin sovutlarni ichidan kiyib olishgan. O'qni qaytarish xususiyatiga ega. Agar o'qni qaytarmasdan o'sha yaqin masofadan o'sha nayzalar yoki pichoqlar o'tib ketgan taqdirda ham ular badanga o'sha zang, biz hozirgi endi anaqada aytamiz-ku, temirdan bo'ladigan bakteriyalar, kasalliklarni o'tkazmaslik xususiyatiga ega bo'lgan. O'shaning uchun ham To'pqopi saroyida hattoki o'sha ipakdan qilingan podsholarni ich kiyimlari ham saqlanadi haligacha. U yerda 1 gram ipak yo'q, hech ham xavotir olmaylik. O'sha bozordagilarni kiyimida ham ular oddiy paxtalik, mana hozir meni enimdagi ham paxtadan to'qilgan, 100% paxtalik, lekin o'sha ipak nusxasi qilib to'qilgan abr nusxalik mato. Umuman ipak yo'q, hech ham xavotir olmaylik. Va bu bizani milliyligimizni o'sha bozorga kelayotgan turistlarga ko'rsatish uchun yoki o'sha maktabdagi bolalarimizga o'zimizni milliy qadriyatlarimizni singdirish uchun, mana shu bizni milliyligimizni ajratib turuvchi, hali nima zamonaviy tilsiga aytsak, identifikatsion o'zimizni o'sha milliy ko'rinishimizni saqlab turish uchun, faxr tuyg'usini uyg'otish uchun hech ham yomon joyi yo'q mana shunaqa atlas nusxa nimchalarni kiyib yurishida erkaklarimizni, o'g'il bolalarimizni. Chopon kiyishmasin mayli, mana shunaqa atlas nusxa qilingan galstuklarimiz bor. Mana shunaqa galstuk taqishsin, erkaklarning kiyimi yo'q deb ayuhannos solgancha, milliy juma kunlari bizga kiyim yo'qki, mayli ularni ham xohlamaslar, kimlardir endi o'sha galstuk taqmaymandir. Mayli o'sha jinsiga yoki o'sha beqasamlarga har xil bir elementlar qilib zamonaviy to'nchalar, choponchalar, kurtkachalar ishlab chiqarilyapti, futbolkalar ishlab chiqarilyapti, o'sha milliy bizani atlas printlari solingan kiyimlar topib qidirib o'shani kiyaman deganlar yoshlarimiz kiyyapti. Ming rahmat. Ular shuni kiyib mana bir necha yillardan beri kiyib yurgan yigitlarimizni bilamiz. Hech bir jinsiy orientatsiyasi o'zgarib qolayotgani yo'q. Aksincha, ular milliy libos kiyganda ularga o'sha atrofdan bo'layotgan muomalani, atrofdan bo'layotgan e'tiborni boshqacha bo'layotganini, ya'ni faxrlanib qarashayotganidan o'zlarida ham o'sha bir boshqacha tuyg'ularni, faxr tuyg'ularini tuyishayotganini aytishsin. Mana marhamat. Men o'zim aytaman, oddiy o'sha to'ppimiz. To'ppini kiymay qo'yishdi erkaklarimiz, o'sha faqatgina oddiy to'ppi kiyib yurgan taqdirda ham bir insonda, erkakda, o'zbek erkakida boshqacha salobat paydo bo'ladi. To'ppi haqida ham keyingi ko'rsatuvimizda bir video qilaman, bunga ham to'xtalamiz. Erkaklarimiz milliylikdan gapirsa qanaqadir shok holati deydimi, tutqanoq holati desak ham bo'ladi, shunaqaga kelib qolishyapti. Nimaga men tushunmayman. Nimaga boshqa millatlarning libosini kiyib yurishdan uyalishmaydi-yu, o'zimizni milliy o'zbekona libosimizni kiyib yurishdan uyalishadi. Buni juda qattiq ignor qilishadi. Bu bizni libos emas deyishgacha ham borishadi va milliy kiyinib yurgan insonlarni, erkaklarni, ayollarni, bolalarni masxara qilish darajasiga ham yetib kelishyapti. Bu juda ham achinarli deymizmi? Yana buni ziyoli qatlamdagi ayrim insonlar qilayotgani ham bu bir ularni manqurt bo'lganini, zombi bo'lganini yana bir isboti desak ham bo'ladi. Yana davom etaman. Mana bu Amerikadan yana bu olib kelgan libosim. Men o'sha bu haqiqatdan endi 19-asrni o'rtalari, balkim 19-asr boshlaridagi desak ham bo'ladi. Mana bu cho'ponga qaratamiz. Mana bu cho'pon haqiqatdan mana yenglari juda ham keng, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ichida ham yana o'sha aytib o'tganimizdek, mana o'sha Nikolay, ya'ni o'sha Rossiyani paxtalik satin matosi. Ammo lekin mana bu ustidagisi 100%, bu ham 100% shoyi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 100% shoyi va bu 100% qo'lda tikilgan. Mana qo'lchoqlarini ko'rishingiz mumkin. Ust choqlari ham, ichki choqlari ham mana hammasi qo'lda. Ulangan choqlari ham, mana bu yerdagi choqlari ham hammasi qo'lda. Zinger mashinasi chiqishidan oldin tikilgan cho'pon. Erkaklar cho'poni va nima uchun buni erkaklar deyotganimning ham sababi ayollar cho'ponida. Mana bu ayollar cho'poni. Ayollar cho'ponida mana bunday bel sohasida, mana qaranglar. Bel sohasida mana bunaqa burmalar bo'lgan. Bir nechta, mana 3 ta, 4 ta, 5 ta, bir xillarda 2 ta, bir xillarda bittagina burmalar bo'ladi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Chatib qo'yilgan. Va buni sababi hozir bu cho'pon juda ham yosh qizlarniki, eng ozg'in qizlarga mos, ya'ni o'sha kelin cho'poni deb hisobladim men buni. Kelinlar kiyadigan, yosh qizlar kiyadigan. Chunki juda ham tor beli va buni
mana bu yerdan so'kib, ayol kishi endi umri davomida har xil to'lishadi, ozadi va o'sha paytda mana bu yerini so'kib, mana keng va toraytirish mumkin bo'lgan. Shunaqangi har tomonlama o'ylash, nima qilishganki, ota-bobolarimizni kiyimlarini, liboslarini, hattoki mana shu qimmatbaho bo'lgani uchun bir marta kiyib tashlab qo'yishmagan yoki keyingi safar yana boshqa kiyishmagan va bitta libosda bir umr yurishgan. Chunki bu abr matolar, yana aytib o'taman, juda ham qimmat bo'lgan va buni ustiga topilmas bo'lgan, ya'ni to'qilishi qiyin bo'lgani uchun oylab, yillab unga o'sha buyurtmalar qilib matoni bitishini kutib o'tirishgan. Ayollarnikida o'sha qo'ltiq qismida burmalar bo'lgan. Burmasizlari ham bor, ayollarniki hisoblanadigan. Endi u yoshi katta, o'sha to'lacha ayollar uchun bezrazmerniy deydi va bu o'sha mutaxassislarning o'zini nima deydi, tushunchalariga ega. Endi mana bunaqa cho'ponlar ham bo'lgan. Mana bu ham 100% cho'pon, nima, shoyi, qog'ozga o'xshaydi. Mana ko'rsanglar, bu qog'ozga o'xshagan shoyilar juda ham qimmatbaho hisoblangan. Shu bumajniy shok degan ibora bo'lgan. Mana juda ham qimmatbaho, bu ham o'sha qadimgi, mana ko'rsanglar, qo'lda, hamma yog'i qo'lda, hattoki jiyaklari ham mana qo'lda matoga, tayyor cho'ponga qo'lda tikib ketilgan jiyaklari. Bu erkaklarniki. Ko'rinishini ko'rish mumkin, qo'ltiq qismi keng. Mana bunaqa sidirg'a ranglilari ham bo'lgan, erkaklar cho'poni. Va mana buni asosan Toshkent, Farg'ona erkaklari ko'proq sidirg'a kiyishgan. Mana bu esa o'sha boyga aytganimdek ayollar cho'poni. Buni mana bu yerida burmasi bor. Mana burmasi bor. Ya'ni o'sha so'kib tashlasa kengayishi mumkin bu. Bu ham 100% shoyi. Buni ham mana 100% qo'lda tikilgan, hamma yog'i qo'lda va ichlari mana shunaqa bunday paxtalik matolari. Mana bu yeri o'zimizning adraslar, mana adras, banoras deyiladigan matolar. Bu ayollarniki. Shuning uchun erkaklar va bundan xuddi shunaqa erkaklarnikini ham ko'rishimiz, uchratishimiz mumkin. Shu boyga aytganimdek, erkaklar va ayollar cho'ponlarini faqatgina bichimiga qarab ajratishimiz mumkin bo'lgan. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli o'sha milliylikka befarq bo'lmagan do'stlarimiz, bugun mana shu narsalar haqida sizlarga aytmoqchi edim. Agar qiziq bo'lsa, savollaringiz bo'lsa yoki sizni ham o'zingizni mutaxassis sifatida fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozing, izohlarda yozing, YouTubedan yoki Facebook kanalimdan yozishingiz mumkin. Biz balki men bilmagan narsa, balki men adashayotgandirman va mana shu mendan ham mutaxassisroqlar bordir. Yana bitta narsa, juda ham afsuslanarli narsa, o'zbek tilida yozilgan kitoblar juda ham kam. O'zbek tilida materiallar juda ham kam. Iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, mutaxassislar bilan birlashsak, mana shu o'zbek tilidagi kitoblarni ham xalqimizga taqdim qilsak, xalqimizni bu boradagi bilimlari oshsa va o'zbek liboslari deganda faqat o'sha ayollar adras kiygan, erkaklar ipak kiymagan degan o'sha tortishuvlarga ancha-muncha chek qo'yilgan bo'lardi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni mana shu milliylik haqidagi ko'rsatuvlarimiz sizga albatta manzur bo'ladi deb umid qilamiz.